Dünyadaki nurg'unlagan musulmon davlatlar Uyg'ur musulmonlarining yillardan buyon irqiy qirg'inchilikqa uchrab kelganligini, masjidlarning chaqilib, Qur'onlarining ko'ydirilib, soqollarining kesilib, ayollarining yalang'ochlanib, namoz, ro'za, haj ibodatlarining cheklanganligini taraqqiylar vositasi bilan anglab ham ko'rib keldi. Dünya şahit bo'ldiki, Arab islom ellari va atrofidagi musulmon davlat xalqi Uyg'urlarga istoshlik qilgan va ancha-muncha namoyishlar o'tkazgan bo'lsa-mu, ammo hukumatlari bu qirg'inchilikni e'tirof qilishni xohlamadi. Barliq musulmonlar qarindoshdir degan ummat qarashi bo'yicha harakat qilmadi. Balki Uyg'urlarga Xitoyning ko'zida qarab, Xitoyning tashviqotiga moslashib, Xitoyning deganlarini takrorladi. Amerika va G'arb ellarining irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi bayonlarini siyosiy o'yin deb qaradi. Xitoyga agishib, demokratiya va erkinlikka qarshi safdan o'rin oldi. Xitoy bilan iqtisodiy va diplomatiya aloqasini texnik kuchaytirdi. Xabarlardan ma'lum bo'lganidek, Xitoyning O'rta Sharqda o'z ta'sirini kuchaytirishi, Eron bilan Saudiya Arabistonining Xitoy vositasi bilan yarashib qilishi, Saudiya Arabistonining Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirmoqchi bo'lishi qatorliqlar musulmon davlatlarning Xitoy bilan texnik quyuq munosabat va strategik hamkorlik o'rnatadiganligidan darak berdi. Amerikadagi tungan analizchi Moji Apandi barliq musulmonlar qarindoshdir degan chaqiriqning hozir qarg'a kelmas bo'lib qolganligini bildirib, mundaq dedi. 我们很多人认为啊，宗教就是一体的，好像在外界所有的人认为伊斯兰就是全部都是结成一块的，就像著名的圣序叫 Inna mu'minu ikhwa. Nurg'un kishilar dinni bir butun gavda deb qaraydi. Sirtdan qaraganda barliq musulmonlar uyultashdek mustahkam ko'rinadi. Payg'ambar alayhissalommi musulmonlar bir-birining qarindoshidir degan. Amaliyotda rostilla shundaqmi? İslamiyatning dastlabki mezgilda balkim shundaqdi. Ammo payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgandan keyin, bo'libmi 4 xalifa zamonidan keyin bundaq birlik mavjud bo'lmay qoldi. Keyingi vaqtlarda siyosiy kurashlar avj oldi. Ummat xiyoliy kupukka aylandi. Mayli islom dinida bo'lsin yoki xristian dinida bo'lsin, ummatchilik faqat bir orzu, g'oyadan iborat bo'lib qoldi. 不管是伊斯兰教也好，还是基督教也好，任何一个宗教啊，这个一种意愿或者一种意境而已。 Yaqında Amerikadagi tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan "Dunyo nemishqa Uyg'urlarga ancha ko'ngil bilmas bo'lib qoldi" nomli maqolada xalqaroning bugun Uyg'urlar uchrab kelayotgan irqiy qirg'inchilikqa sal qarashidagi ba'zi sabablar, musulmonlar dunyosining yillardan buyon bu masaladan o'zini qochirishi, hatto Xitoyga bo'lishib, bu jinoyatga sherik bo'lishidagi maqsadlari ko'rsatilgan. Xalqaro islom qo'rqinchi masalasi mutaxassisi, yozuvchi, muxbir Verlamon yaqinda Twitter hisobida yuqorqi maqola bilan birlikda uchur yo'llab, Pokistonning sobiq bosh ministri Imron Xon, Saudiya Arabistonining vali ahdisi Muhammad bin Salman, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an, Arab Birlashma Xalqligi amiri Muhammad bin Zoid qatorliqlar ularni, ya'ni Uyg'urlarni Xitoyga sotdi. Musulmon emaslar musulmonlarning hayotiga ko'ngil bilmas bo'ldi. Ba'zi musulmonlar Amerikaga qarshi turib, Xitoy bilan do'st bo'ldi deb yozgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi, Sharqi Turkiston Ulamolar birligining a'zosi Turg'unjon Alovuddin musulmon davlat hukumatlarining Xitoy bilan yaqin bo'lishidagi sababni bayon qilib, mundaq dedi. Biz Uyg'urlar islom dunyosi tarafidan tashlab etildik. Garchi islom dinimiz qarindoshlikni tashabbus qilib musulmonlarning qarindoshidir va bir-birini undaq zulmga uchrashiga qarab turmaydi, zulmga tashlab qo'ymaydi degandek nurg'un islomning prinsiplari bo'lgan bo'lsa-mu, islom dunyosi, xususan islom dunyosidagi hokimiyatlar Xitoy bilan til biriktirib, Xitoy tarafda turib keldi. Uyg'ur musulmonlarning uchrayotgan irqiy qirg'inchiliklarga ko'z yumib keldi. Endi buning sababi asosliq bu islom dunyosidagi hokimiyatlar ko'pinchisi diktator hokimiyatlar. Bu diktator hokimiyatlar bo'lgandan keyin albatta Xitoydek bir cho'ng diktatorni qo'llaydi va Xitoymi bu diktator davlatlarni qo'llaydi. Ammo qisman islom davlatlari, masalan Malayziya, Indoneziya degandek davlatlar Uyg'ur masalasini qo'llab kelyapti-da. Endi yetarli darajada bo'lmasa-mu shundoq endi Turkiyami ancha-muncha qo'llab qo'yyapti-da. Chunki qisman demokratik bo'lg'ashqa bu davlatlar o'zining xalqining oldida o'zini yaxshi ko'rsatish, saylovlarda natijaga erishish degandek sabablardan qo'llaydi. Ammo ko'plagan islom davlatlari hokimiyatlari diktator bo'lg'ashqa endi bu davlatlar
Albatta Xitoydan iborat cho'ng diktatorning orqada turdi. Bu hokimiyatlar, ya'ni hokimiyat ustidagi kishilar Xitoydan manfaat ola oladi. Tashqi siyosat jurnalining davlat xavfsizligi va istixborot muxbiri Ami Makinan yaqinda Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal apandini ziyorat qilish asosida yozib chiqqan Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi tarixda eng xalqaralashgan bir irqiy qirg'inchilik degan temadagi maqolasida xalqaroning bu qirg'inchilikqa bo'lgan g'azabining pasayib qolganligini bayon qilgan. U bu maqolasida xalqaroning, bo'libmi musulmonlar dunyosining Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa tutgan pozitsiyasi haqida mundaq yozgan. Xitoyning Uyg'urlarni bostirishining kishini eng qo'rqitadigan yeri shuki, dunyo uni to'xtatishni xohlamadi. Ayni vaqtda Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bo'ladigan sodini qo'g'lashib, Uyg'urlarning 2017-yildan tortib keng ko'lamda tutqun qilinishiga biror jazo cheklamasi qo'ymadi. Misr, Pokiston, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq davlatlar Xitoyning talabiga aktiv moslashib, Uyg'urlarni Xitoyga, Uyg'urlarni tutib sulaydigan joyga qaytarib berdi. Ko'plagan musulmon davlatlar Xitoyning iqtisodiy kuchidan qo'rqib, sukut qilish yo'lini tutdi. Maqolada yana Xitoyning terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, Uyg'urlarga zarba berganligi, lagerlarga sulab atalmish qayta tarbiya berganligi va xalqaroga buni yo'lliq va to'g'ri siyosat deb ko'rsatishga uringanligi bayon qilingan. Nuri Turkal apandining agar hukumat terrorlik va radikallikqa qarshi turishni bahona qilib, bir musulmon xalqqa butunlay zarba bersa, bu sizning tafakkuringizga ta'sir qiladi va sizning ularga yordam berish ehtimolingizni yo'q qiladi degan so'zi naql keltirilgan bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarni atalmish terrorchilar, radikal unsurlar deb tashviq qilishining xalqaroni, bo'libmi musulmon davlatlarni qaymoqtirish rolini o'ynaganligi ko'rsatilgan. Turg'unjon Alovuddin apandi dunyodagi ko'plagan musulmon davlatlarining haqiqiy islom ro'yiga uyg'un davlatlar emasligini, bu davlat xalqlari ichida garchi Uyg'urlarni tushundiganlar va istashlik qiladiganlar bo'lsa-mu, hokimiyat ustidagilar mustabid bo'lg'achqa, ularning ovozining besilib qoladiganligini bildirib mundaq dedi. Hozir dunyoning hech qanday bir yerida islomning ruhiga uyg'un bir hokimiyat yurgizgan bir islom davlati yo'q. Islom davlatlarining hokimiyatlarining hammasi diktator, mutaassib. Shunga endi bu davlatlar albatta Xitoy tarafida turishi aniq. Bu davlatlardagi xalqlar musulmon qarindishimiz bo'lganlik sababdan bizni qo'llaydi, ammo hokimiyat diktator bo'lganlikdan xalq ovozini chiqara olmaydi. Ana buni albatta tushunish kerak.